Spark avtomat korobka avtomobilida to'rimiz yo'q bo'lib qoldi, o'rtoqlar. Vahima qilmaymiz. Men sizlarga o'rtoqlar to'xtatish yo'lini o'rgataman. Sizlar like bosib, videoni oxirigacha kuzatinglar. Avtomat korobkada drive'dan keyin I bor, L bor. Birinchi bo'lib I harfiga o'tamiz. To'rimizga tegmaymiz. Qarasizlar, оборот ko'tariladi, lekin mashina orqaga to'xtashni boshlaydi. Tezligi ham kamayyapti. I 30 ga tushganda keyin L harfiga sirazi qo'yamiz. Mana, uje mashina to'xtashni boshlayapti. Mashina sekinlashgandan keyin ana endi bemalol ruchnoy tortib mashinani to'xtatsanglar bo'ladi. Mashina rostagasini to'xtadi. Bu avtomat korobkada faqat zaril bo'lgan paytda ishlashni maslahat beramiz. Har doim ham ishlatsanglar o'rtoqlar, avtomat korobkaga nagruzka tushib, sochib yuborish oqibatigacha olib kelishi mumkin. Akalar, bu ekstremli holat edi. Bunaqa holatga tushmaslik uchun tormoz sistemasiga detallarga alohida e'tibor berib turinglar. Masalan, tormoz shlanka, kalotka va oporniy temasiga keladigan bo'lsak, sizlarga perforatsionniy oporniylarni qo'yishni tavsiya beraman. Sababi axlashligini yaxshi bo'lib, uncha-munchaga tormoz sistema qizib ketavermaydi. Oporniylarimiz nalichida bor, servis xizmatlarimiz ham ishlab turibdi. Murojaat qilinglar, ishlarni chiroyli bitirib beramiz.